Xo'p. Mana shiliban, chiziban, boshqa narsa qilaman, bemalol ko'rsatib bera olaman, bironta chiziq qolmaydi. Eng arzoni shu turishi 3 million 300 ming so'mdan sushilkasini bonus qilib beraman. 7 million 100 ming so'mga gaz vitishkasini men qilib beraman. 7,5 milliondan qo'yuvdi o'tkazib. Lekin bizda dollar tushmayapti, laminatni narxi tushmayapti. Lekin mehnatimizga bizga ozroq qolsa, xalqimiz maza qilsin. Do'stlar, mana shu videodan ko'ra kattagina oshxona mebelimizni atigi 3 million 300 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Mebel obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Manzilimiz Andijon viloyati Andijon tumani, o'zimiz ishlab chiqarish seximizdan video obzor bo'lyapti. Video davomida mana shu go'zal oshxona mebellarimizni obzor qilib beramiz. Akam Feruzbek hamma ma'lumotlarni o'zi tushuntirib beradi, xudo xolasa. Keyin do'stlar, Andijon ekan, uzoq ekan demanglar. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga mana shu kungacha hamma obunachilarimizga jo'natyapmiz. Chopirda ham xudo xolasa narxlari arzonrog'ini topib beramiz, xudo xolasa. Video obzorimizni boshladik, mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, obzorimizni boshlaymiz. Feruz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, charchashlar yo'q, qadrli obunachilar. Rahmat. Aka, endi eng kichkinasi, eng arzonidan boshlaylik. Keyin yana katta 283 metrlarga ham o'tamiz. Eng kichkina, eng hadovoy seximizdan shu chiqadi. Uzunasi 240, balandligi 220. Rossiyskiy laminat Kranashpon zavodiniki, ichigina chekkalari plastmassa kronka, korpuslari ham germanskiy stanovda bosilgan kronka. Osha-moshalari vakuumli barchasi. Tepasida noshka bilan ko'tarilgani, tepasi ham polniy plafon. Plafonlar ham yonadi. Bunaqa joyda sushilkaga joy qilingan. Xo'p, mana do'stlar. Sushilkasi bonus qo'shib beramiz sushilkasini. Orqasi kafel haqiqiy, stolini usti rossiyskiy, 208 santimetrligidan, originalidan bu ham. Toshkent Andijon emas. Toshkent Andijon emas. Osha-moshalar pastda ham polniy vakuumli, o'zini o'zi yopadi. Duxovkaga joy qilib berganmiz. 42 litrli artel duxovka bemalol tushadi. Tepasiga gaz panel qo'ysa bo'ladi, bunaqa joyga vitishka qo'ysa ham bo'ladi. Polkalari ham mana bemalol, ichlari keng qilib yasalgan. Barchasini osha-moshaga vakuumli, vazdushniy. Hozir ko'rsatadigan mebellarimiz orasida eng arzoni shu. Eng arzoni shu turishi 3 million 300 ming so'mdan sushilkasini bonus qilib beramiz. Eski narx. Eski narx. Bizda dollar ko'tarilsa, u bo'lsa, bu bo'lsa, unaqa narsa yo'q. Shu eski narx 3 million 300 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda chiqarib beramiz. Shu 240imizni nabor holati. Bir xil narsa. Bir xil narsa, faqat nabor holat. Mana mo'ykasi, semistitili. Bu ham mo'yka, semistitili. Mana Indrada aytgan gaz, 4 konforkali gaz, mana vitishkasi. Mana shu turishi. Xo'p. Do'stlar, o'zi mo'ykasi chekada joylashgan, buni prosta ko'rgazmaga olib ko'rgazmaga 2 xil mo'yka desa mana bunday holat. Beri рабочий stol. Mana shu holat. Endi xohlovchilarga yumaloq mo'yka, xohlovchilarga to'rtburchak mo'yka. Ikkalasida ham narxini aytib o'tamiz. Xo'p, hoji aka, mana shu turishi mebelimizni shu nabor holati. Sushilkasini aytdik, bonus qilib beramiz dedik. Mebelni quruq o'zini 3 million 300 ming so'm dedik. Mana bu tumalar mo'yka semisitil qo'shilsa 3,5 million so'm bo'ladi. 200 ming qo'shilyapti. Gazi vitishkasi qo'shiladigan bo'lsa 5 million 600 ming so'm bo'ladi. 2 million 100 qo'shilyapti. 2 million 100 ming so'm gazma vitishkaga qo'shiladi. Demak, 3 million 300 ga shu narsalari qo'shilganda shu turishi 5 million 600 ga aylanadi. 5 million 600 ming so'mga bu yerda optim sotilish narxi. Dastlabkidan tashqari. Dastlabkidan tashqari. Agar menga yo'q, tumanlar mo'yka kerak emas, bunaqa to'rtburchak mo'yka kerak deydigan bo'lsa 5 million 900 ming so'mga aylanadi. Yana ustiga 300 ming qo'shiladi. 300 ming so'm qo'shiladi, bunaqa mo'yka qo'shib beramiz. Xo'p, endi bu mebelimiz, mana mebelga qarab turganda mo'ykasi chap tomonda ekan. Chap tarafda. O'ng tomon, o'ng chaplari. O'ng chap muammosi yo'q. Xo'p, doim tayyor bo'ladi. Demak, laminatli variantimiz ketdi. Rossiyskiy laminat Kranashpon zavodiniki akrilik bilan teppa-teng raqobatdosh bo'la oladi. Mana shiliban, chiziban, boshqa narsa qilaman, bemalol ko'rsatib bera olaman, bironta chiziq qolmaydi. Baquvvat narsa. Baquvvat quyma narsa. Xo'p, endi keyingi mebellarimizga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, bularimiz 240, balandligi 220, o'ta rossiyskiy laminatni, faqat bu varianti akrilik varianti. Fasadiga akrilik ishlatilgan. Fasadiga akrilik ishlatilgan. Mana kronkasi bir xil plastmassa kronka, osha-moshalar vakuumli, korpuslar ham plastmassa kronka. Orqalari kafel, stolini usti rossiyskiy stolishniца. Hamma yo'g'i bir xil. Xopkaga joy bor.
vitishkaga joy bor, moykaga joy bor. Tepasida bunda ham mana sushilkani bonus sifatida qo'shib beramiz. Xo'p. Faqat endi laminat bilan akrilni farqi do'stlar, bu akrilda jicha mana bleski glansliroq bo'ladi, bleski kuchliroq bo'ladi. Bu laminatimizda mana matviy bo'ladi. Bleski bo'lmaydi, matviy bo'ladi. Shunisida farqi bor xolos. O'zi xizmati bir xil narsa desak ham bo'laveradi. Mana bu akrilimizda moyka o'ng tarafda tushsa, mana bir xil mana jup yasaladi. Bunisida moyka chap tarafga tushadi. Mana sushilkasi chap tomon, sushilkasi o'ng tomon. Mana bu akrillikni moyka qo'yib bering desa, dumalab moyka qo'yib bersak, birinchi qurum mebelni o'zini narxini aytadigan bo'lsak 3,5 million so'm. Xo'p. Shu sushilkasi bonus, mebelni o'zi 3,5 million. Xo'p. Bunaqa dumalab moyka qo'yib bering desa 3 million 700 ming so'm. Xo'p. Menga bunaqa to'rtburchak moyka qo'yib bering desa 4 million so'm bo'ladi. To'g'ri. Bunaqa gazma vitishga qo'yib bering bu yerga deydigan bo'lsa, misol uchun mana moykadan qo'ydik, 4 million bo'ldi. Gazma vitishga qo'ysa 6 million 100 ming so'm bo'ladi. Xo'p. Poyetda tayyor bor, hozir uni ham ko'rsatamiz. Mana do'stlar, mana shu mebellarimiz 3 million 500 ming so'mga mana holatini olasiz. Endi 200 ming so'm, 500 ming so'm mo'ykani tanlashingizga qarab qo'yib beraveramiz. 3 million xohishiga qarab. 3 million 500 ustiga qo'shilib qolaveradi. Bu ko'rsatayotganlarimiz 240 modelimizni akril varianti bo'ladi. Mana gaz vitishkali. Mana 3,5 million mebel, 200 ming bu 3 million 700 ming so'm, 2 million 100 ming so'm, 5 million 800 ming so'm. Bu varianti. Shu turishi 5 million 800. Shu turishi 5 million 800 ming, akrilli 240 220. Xo'p, endi to'rtburchak mo'ykasi bo'lsa 6 million 100 ming so'm bo'lib qoladi. To'rtburchak mo'yka Xitoyning mo'ykasi bo'ladi. Gazatlari, grantlari, semestitlari hamma yo'qda yaxshi narsaroq bo'ladi bunda. Xo'p. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga, respublika bo'yicha hamma viloyatga inshaalloh jo'natib beryapmiz, dastavkalarni qilib beryapmiz. qo'shni davlatlarga ham jo'nataveramiz. Kelishuv asosida jo'natilyapti ular. Xo'p, do'stlar, mana hozir ko'rganinglar 240 modelimizni ham laminatligi, ham akrilligi ko'rsatildi. Endi bundan bitta katta modelimiz 280 lik variantimiz bor va bundan ham bitta katta modelimiz 3 metrli variantimiz ham bor. Endi hozir 280 ni ko'rsatamiz. 280 ligimiz Hoji aka. Xo'p, obunachilarga o'tgan safar ham rosa katta skidka qilganmiz. 280 ga balandligi 230 rossiyskiy laminat kranashpon. Bunda o'ta ko'p material ketadi. Ichlari shkaflari, ichlari вообще chuqur. И mana tepasi ham 240 imizdan ancha farq qiladi. Polkalar 3 qator. Balandligi ham 240 ga nisbatan 10 sm baland. Ichlari ham kengroq qilib ishlangan. Bunimizni 4 million 800 ming so'mga hech nima yuzsa yo'q holatda qilib beramiz. Qoyili o'tgan safar 5 qo'yuvdik. 4 million 800 ga hech nimasi yo'q. Bunda ham mana toza sushilkani bonus qilib beramiz. 200 ming so'mga dumalaq mo'ykasi bilan 5 millionga dumalaq mo'ykasi bilan qilib beramiz hozir. Xo'p, tushunarli. Agar mana to'rtburchak qora mo'ykadan qo'yib bering desa 5 million 300 ming so'mga qora mo'ykasi bilan qilib beramiz. To'g'ri. Dumalaq mo'yka bilan gaz vitishka bilan qilib bering desa 6 million 7 million 100 ming so'mga gazi vitishkasi dumalaq mo'ykasi bilan qilib beraman. 7 million 400 ming so'mga mash turishini qilib beraman. Qoyil. Mash turishini 7 million 400 ming so'mdan 280 rossiyskiy laminat, balandligi 230, eniga 280 290 3 metr joylarga tushadi. Hamma yo'g'i toza narsa variantini shu turishini 7 million 400 ming so'mdan qilib beraman. Mana do'stlar, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qila olinglar. Endi bu mebelimizni 280 qilishimizdan ko'proq sabab do'stlar, yaniga bitta xolodilnik qo'ysanglar 3,5 metr joyni to'ldirib bo'ladi. Ko'pchilikda xonasi 3,5 metr bitta xolodilnik qo'yaman degani uchun 280 lik modelni ham konvertga qo'shib qo'yganmiz. Juda ko'p chiqarib beryapmiz, xudo xolasa. Endi hozir aka bunda ham mana shkafi mebelga qarab turganda o'ng qo'l, chap qo'l tarafda bo'lsa, buni ham chap o'ni bor. Bunda mo'yka o'ng tarafda. Mo'ykasi chap tarafda tushadigan variant. Chap o'ni bor. Ko'rayotgan hamma mebellar uylarga moslab qilib beriladi. Xo'p. Do'stlar, menga mebelga qarab turganda mo'ykasi o'ng tomon, shkafi chap tomon yoki shkafi chap tomon, mo'ykasi o'ng tomon deb so'rasanglar, bemalol aytganinglardan o'ng chapidan jo'natib yuboramiz. Xo'p, endi keyingi modelimiz bunimiz 3 metr. Uzunasi 3 metrlik deyiladi. 310, 320 joylarga tushaveradi.
Xo'p. Balandligi 2.30, akril materialdan, Laminat emas, akryl. laminat emas, akril. Hamma yo'g'i toza narsa. Buni ham mana shkaflarni bir qator ko'rib qo'yinglar. Ancha ko'pchilik mana shkaf kalta qiladi hoji aka. Bizda unaqa emas. Oxirigacha qilingan shkaflar chuqur qilingan 55 santimetr. Osha-moshalari vakuumli qilingan. Keyin bizda faqat bu eshikni chekkasini stanovda qilmaymiz hoji aka. Korpuslarni ham полный stanovda qilamiz. Ko'chmaydi. Ko'chmaydi inshaalloh. Namga, issiqqa, sovuqqa baquvvat. Mana ichlari ham keng. Mana bu chuqurliklari ham 30 santimetr hoji aka. Zakasni qilingan. Vitishkamiz ham 3 оборотli yaxshi vitishkalar qo'yib beramiz. Gazlarni ham yaxshisini qo'yib beramiz. Mana bu original sushilkalar qo'yib beramiz hoji aka. Mo'kalar qo'yib beramiz. Endi u tushuntiryapmiz. Kimga qanaqasi xohlaganiga puliga yarashasi bor inshaalloh hammasini. Xo'p, endi bu mebelimiz pustoy narsalarsiz nechi pul, narsalari bilan nechi pul? Hoji aka 5,5 milliondan pustoyni qilib beramiz. Xo'p, 5 million 500 ming. 5 million 500 ming so'm. Endi bunga narsalari qo'shilsa. Xo'p. 500 ming so'm bu qo'shiladi, 5 million 900 ming bo'lib qoladi. Xo'p. 200 ming so'm dumalar mo'ka qo'shiladi, 5 million 600 ming bo'lib qoladi. 5 million 600 ming so'mlik variantida gaz vitishkani qo'shib beradigan bo'lsam 5 million 7 million 700 ming so'm shu holati bo'ladi. Dumalar mo'kasi bilan. 8 million so'mga to'rtburchak mo'kasi bilan qilib beraman. To'g'ri. 8 million 100 dan qilib beryapti. 100 ming so'mdan skidka qildik yana. Lekin bizda dollar tushmayapti, laminatning narxi tushmayapti. Lekin mehnatimizga bizga ozroq qolsa, xalqimiz maza qilsin. Kim olsa ham duo qilib ishlatsin. Shu. Bizga glavnisi shu. Endi jicha o'zgartiriladigan holat kattaroq qilib bering desa, zakazga ham zakazga ishlanadi hoji aka, unda bu narx bo'lmaydi. metriga bo'ladi. Unda metriga kelishamiz. Xuddi shu fasonga uka men yana 1 metr qo'shib ber deydigan bo'lsa, hoji aka 1 metr 2,5 milliondan qilinadi buni. 1 metr qo'ysak 4 metr bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu fasonda 4 metrligi 10 millionga tushadi mebelini o'zi. Gazi vitishkalaridan tashqari. To'g'ri. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdinglar. Eng kichkinasi mana 240 lik mebelimizdan boshlab eng kattasi 3 metrlik variantigacha ko'rsatildi. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Mana 3 metrimiz endi yangi tayyor bo'layotgan variantimiz ham bor. Mana 240imizni ham ko'rsating hoji aka. Mana bizda hali birovdan olib kelinibdi, tervoli reklama qilinmaydi. Mana bizda o'zimizda ishlab chiqariladi. Mana 240 da teskari turgan holatida, ular qoqilish jarayonida. Mana bitib, artilib, tozalanib bu yoqqa o'tadigan varianti. Mana buni pasini o'zi mixlayotgan varianti. Eshiklari bizda u optim narxi birovdan olib kelib sotilmaydi bizda. Mana do'stlar, inshaalloh. Xudo xolasa Telegram, WhatsApplarimiz bor. So'rasanglar, mana shu mebellarda rasmlarini ham tashlab bera olamiz, ko'rmoqchi bo'lsanglar. Xudo xolasa videomiz ham o'zning holiga yetib qolyapti. Feruza aka, sizga ham rahmat katta. Rahmat kattakon. Telefon qilinglar, kutamiz inshaalloh. E'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.